pulli yo'l. Onlayn to'lovda bo'ladi mana. Onlayn o'tib ketadiganlar shu tan o'tib ketaverasizlar. Mana bitta programmasi bor ekan. Mana shu programmasi ekan. Shu programmasiga chiqib qolasizlar. Yo'q, bo'ldi, o'tdinglar, ketdinglar. Bemalol yuraverasizlar. 25,000 so'm plastiklardan tirs yechib oladi. 35 kilometrga yetib olasizlar. Mana o'sha odamlar o'tishga harakat qilyapti, lekin ochilmagan hali. Syomka qilamiz, ochilmaganda qaytaramiz, lekin ko'pchilik qiziqib kelyapti, o'taman. Qiynalmasligingiz uchun QR koddan qilib qo'ygan shundoq. Tirs. Yesi shu plastiklar bo'lmasa, shundoq kelasizlar. Shuncha debda birat o'tirar ekan. 25,000 to'laysiz, o'tib ketaverasiz. Programmasi kerak bo'lsa, agar mana shu chekirib qolasizlar, narxini ko'rib olishingiz mumkin. 25,000 so'm ko'rsatdi aka.